Bundan bir 70 yoki 80 yil avval Shom o'lkalarida bo'lgan bir voqea, bo'lib o'tgan voqea. Ana shu Shomdagi bir masjidning imomiga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushiga kiradi. Tushiga kirib aytadiki, falonchiga borib ayt, u o'sha falonchi jannatda mening hamrohim bo'ladi, do'stim bo'ladi. Rasululloh ismini aytgan boyagi falonchi kishi shu masjid yonidagi kichkinagina bir do'konda savdo qiladigan oddiy odam edi. Bu haligi avf qilish, kechirib qo'yish, aybini yopib qo'yishlik masalasiga taalluqli bir amaliy misol. Imom Rasululloh tushida aytgan boyagi kishini uyini topib bordi, eshigini qoqdi. Haligi odam chiqdi. Birodar dedi, menda sizga Rasulullohdan bir bashorat bor dedi. Shu asrimizda bo'layotgan narsa. Faqat Robbiz bilan sizni o'rtangizda qanaqa sir bor edi? Shu sirni aytsangiz, men sizga bashorat aytaman. Boyagi kishi imomdan uni sirini fosh qilmaslik va'dasini olib, voqeani aytib berdi. Vallohi bir ayolga uylangan. Oradan 5 oy o'tib tug'adigan bo'lib qoldi. Ya'ni bu ayol menga kelguncha oyog'i toyilib, fahshga yo'l qo'ygan edi. 5 oyda tug'adigan bo'lib qoldi. Mana endi uni sharmandasini chiqarib